Nega? Buni kimdir o'ylab topgan bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, siz tarixdagi eng katta yolg'onni aytmoqchisiz. Shunday ulkan yolg'onki, harakatlaringiz kelajakdagi odamlarning bunga ishonmasligiga bog'liq. Siz o'z tinglovchilaringizni yaxshi bilasiz, ularning madaniyatini bilasiz, ularni aynan nima ishontirishini yaxshi bilasiz. Shuning uchun guvohlarni juda ehtiyotkorlik bilan tanlaysiz. Eng hurmatga sazovor odamlarni, eng ishonchli insonlarni, savol ostiga qo'yish eng qiyin bo'lganlarini. Shunday qilgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Unda nega 4 ta muqaddas kitobning barchasi buning mutlaqo aksini ko'rsatadi? Kutilmagan guvohlar. Bugungi savol, agar tirilish haqida voqea o'ylab topilgan bo'lsa, nega birinchi guvohlar ayollar bo'lgan? Quddus, yakshanba kuni tong saharda shahar endigina uyg'ona boshlagan. Kichik bir guruh qabr tomonga yo'l oladi. Askarlar emas, ruhoniylar emas, mashhur shogirdlar ham emas. Ayollar. Ular mo'jiza kutishmayapti. Ular dafn marosimini yakunlash uchun kelishmoqda. Ammo buning o'rniga tosh joyida surilganini ko'rishadi. Qabr bo'sh. Farishta esa shunday xabar beradi. U bu yerda emas, u tirildi. 4 ta muqaddas kitobning barchasi aynan shu yerda boshlanadi. Butros emas, Yuhannodan emas, ayollardan. Nega? Endi bir zum to'xtang. Tasavvur qiling, siz bu voqeani o'ylab topyapsiz. Hammasi ishonchlilikka bog'liq. Siz o'z madaniyatingizda ko'pchilik darhol shubha qilishi mumkin bo'lgan odamlarni guvoh sifatida tanlagan bo'larmidingiz? Agar maqsadingiz odamlarni ishontirish bo'lsa, bu eng yomon qarordek ko'rinadi. Agar siz bu voqeani o'ylab topgan bo'lsangiz-chi? Bir ayol qolib ketadi. Magdalalik Maryam. U yig'layapti. U tirilishni kutmayapti. Aslida u kimdir Iso Masihning jasadini olib ketgan deb o'ylaydi. Keyin u bir kishini ko'radi, uni bog'bon deb o'ylaydi. Bu voqeada o'zini o'zi ishontirishga urinayotgan odamning hech qanday belgisi yo'q. Keyin esa bitta so'z hamma narsani o'zgartiradi. Maryam. U Iso Masihning ovozini darhol taniydi. U Iso Masihni quchoqlash uchun qo'l uzatadi. Ammo Iso Masih kutilmagan gapni aytadi. Menga yopishib olmang, chunki men hali otamning oldiga ko'tarilganim yo'q. Bu g'alati tafsilot, juda aniq va aslida kerak bo'lmagan tafsilot. Agar siz bu voqeani o'ylab topayotgan bo'lsangiz, nega yanada ko'proq savollar tug'diradigan bunday tafsilotni qo'shgan bo'lardingiz? Maryam yagona guvoh emas edi. Boshqa ayollar esa allaqachon shogirdlarga bu xabarni yetkazish uchun yugurib ketishgan. Qo'rqib, hayajondan gangib, quvonchga to'lib. Keyin Mattoning bayonotiga ko'ra, ular Iso Masih bilan ham uchrashishadi. Iso Masih ular bilan salomlashadi. Ular uning oldiga yiqilib sajda qilishadi. U esa ularga qo'rqmanglar deydi. Keyin ularga xabar beradi. Borib mening birodarlarimga Jalilaga borishlarini aytinglar. Ular meni o'sha yerda ko'radilar. Endi dalil yanada kuchliroq ko'rinadi. Bu endi bir kishining guvohligi emas, bir nechta ayol bir xil g'aroyibot voqeasini haqida guvohlik bermoqda. Manzarani ko'z oldingizga keltiring. Bir nechta ayol birgalikda yetib keladi. Nafaslari bo'g'ilgan, ko'rganlarini tushuntirishga urinmoqda. Bo'sh qabr, farishtalar, tirik Iso Masih, Jalilada ularni kutayotgan uchrashuv. Shogirdlar bunga qanday munosabat bildirishadi? Ular bayram qilishmaydi, darhol ishonishmaydi. Luqo ularning so'zlarini bema'ni gaplardek tuyulgani haqida yozadi. Nega muqaddas kitob mualliflari shogirdlarning o'z shubhalarini ham saqlab qolishgan? Yana bir bor, bu odatda o'z hikoyasini yanada ishonchli ko'rsatish uchun o'ylab topilgan tafsilot emas. Oradan bir necha kun o'tadi. Shogirdlar Jalilaga borishadi. Iso Masih aytgan tog'ga, xuddi ayollar xabar berganidek, Matto u yerda ularni Iso Masihni ko'rganliklari haqida yozadi. Ammo u yana bir hayratlanarli tafsilotni ham keltiradi. Ba'zilari esa shubha qilishadi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Agar bu targ'ibot uchun o'ylab topilgan hikoya bo'lganida, nega shubhani ham qoldirish kerak? Nega noqulay bo'lgan barcha tafsilotlarni olib tashlamaslik kerak? Aksincha, hikoya bu tafsilotlarning barchasini saqlab qoladi.
Keling, dalillarni yana bir bor ko'rib chiqamiz. Ayollar bo'sh qabrni topishadi, Maryam Iso Masih bilan uchrashadi, boshqa ayollar ham u bilan birga uchrashadi. Ular bir xil xabarni yetkazishadi. Shogirdlar Jalilaga borishadi. Ular u yerda Iso Masihni ko'rganliklarini aytishadi. Hatto ularning shubhalari ham yozuvda saqlanib qolgan. Bitta g'ayrioddiy tafsilotni e'tiborsiz qoldirish mumkin. Ammo butun boshli ketma-ketlikni nima bilan izohlash mumkin? Agar bu voqea o'ylab topilgan bo'lsa, nega u kutilmagan va noqulay tafsilotlarga shunchalik boy? Yoki bu tafsilotlar muallif aslida shunday bo'lganiga ishonganliklari uchun saqlab qolinganmi? Mana bu asl savol. Haqiqiy tergovchi ishni juda erta yopmaydi. Endi navbat sizda. Uning ichida siz quyidagilarni o'rganasiz. Har bir muqaddas kitob bayonotini yonma-yon taqqoslang. Ayollarning guvohligi vaqt jadvali, 1-asrda guvohlarning tarixiy mavqei, shubha bilan qaraydiganlarning eng kuchli izohlari, tarixiy dalillarga asoslangan eng kuchli javoblar, o'zingizning xulosangizni yozib borish uchun joy. Mening xulosamni qabul qilmang, boshqalarning xulosasini ham shunchaki qabul qilmang. Dalillarni o'zingiz tekshiring, chunki haqiqat xolis tergovdan qo'rqmaydi. Keyingi dalil sizning ish papkangiz ichida kutmoqda. Hali bitta sir ochilmay qoldi. Qabr bo'sh edi, jasad hech qachon topilmadi. Xo'sh, nima bo'lgan? Jasad o'g'irlanganmi, qabr adashib topilganmi yoki dalillar boshqa narsaga ishora qiladimi? Bo'sh qabr, muqaddas kitobni tekshiramiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring, xolis ravishda tadqiq qiling, shaxsiy xulosangizni chiqaring va dalillar sizni qayerga olib bormasin, ularning ortidan borishga jasorat toping. Dalillarga ergashing, haqiqatga ergashing. Tergov davom etadi. Keyingi ish sizni kutmoqda.